Assalomu alaykum qizlar. Bugungi darsimiz Smoky Eyes makiyaji. Birinchi bo'lib har doimgidek qoshlarimizni keldi tepada tarab olamiz. Undan keyin konsilerda qoshlarimizga forma berib olamiz. Forma berib, qosh bilan ko'zni orasini ajratib chiqamiz. Tenlarimiz to'g'ri turishi uchun pudrada konsilerda ustini quritib va highlighter bilan surib chiqamiz. Ko'zlarimizni makiyajga tayyorlab bo'lgandan so'ng yuzlarimizga mana shunaqa shabatir bazasidan foydalandim. Yaxshilab yuzga surib yedirib chiqamiz. Undan keyin tonalnini ham sponjda, nam bo'lgan sponjda yaxshilab urib yedirib chiqamiz. Undan keyin bo'lsa kremoviy korreksiyani mana shunaqa Beautiful Kiss deb chizaman. Ko'rib turganingizdek, quloqni boshlangan qismidan boshlab yuzni yarim shakligacha chizib va burunlarimizni mana shunaqa videoda ko'rsatilgandek forma berib chiqamiz. Peshona qismi bu qizda juda ham kattaroq bo'lganligi uchun peshona qismiga ham berib oldim va undan keyin sponjikda kremoviy korreksiyamizni yedirib chiqamiz. Undan keyin pudra, mana shunaqa Beautiful kistlari va Flormar pudrasidan foydalanib yuzni quritib olamiz. Kremoviy korreksiyalarimiz tugagandan so'ng suxoy korreksiya bilan ishlaymiz. Manda Pupan paletkasi va Ludovic kistkasi ko'rib turganingizdek skulptordan foydalanib yuzga forma berib olaman. Yana ham o'shanda yuz formasi juda ideal chiqadi. Undan keyin rumyanani ham perskoviy rangidan foydalanib yuzga svej beramiz va highlighter zonalarimizga highlighterlarimizni surib chiqamiz. Undan keyin ko'zlarimizga navbat. Manda mana shunaqa patriktani ko'rib turganingizdek xolodniy rangidan olib butun qovoqlarimiz bo'ylab yoyib chiqamiz. Bu Smoky texnikasi. Smoky Eyes deganda polniy ko'zlarni yoyib, tenlarni yoyib suriladi. Avvalgi darslarimizda yarim qovoqgacha surilgan bo'lsa, bunda butun qovoqlarga to'q ranglar bilan ishlaymiz. Birinchi, ikkinchi rangni polni qovoqga surib chiqqanimizdan so'ng mana shunaqa korичневый kayalda kipriklarimizni ildiziga chizib chiqamiz va Beautiful kistkasida ko'zni detalni ishlaymiz. Chizib chiqqan qarindashimizni tepaga qaratib yoyib chiqamiz va undan so'ng yana ikkinchi rangimiz bilan ustini ten bilan zakreplять qilamiz va uchinchi rangimizni ham korичневый rangdan foydalanib tepaga qaratib qovoqlarimiz bo'ylab rastashevka qilamiz. Podvodkani kiprikni ildizi tugagan joydan 1 millimetr o'tib tepaga qaratib va ko'zni ochtirib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek 1 millimetr o'tib tepaga qaratib chizdim va tepaga qaratib chizgan liniyamizdan pastga yo'naltirib chizib chiqamiz. Mana o'shanda idealniy podvodka formasi kelib chiqadi. Mana ikkala ko'zlariga ham bir xil qilib chizib oldik. Podvodkalarimizni chizib olganimizdan so'ng men o'zimni blesklarimdan foydalanib blesklarni yopishtirib oldim va ortiqcha blesklarni olib tashlab ko'z tegini bo'yaymiz. Ko'z tegini bo'yashda birinchi rangimizdan foydalanamiz. Boshida ko'rsatib o'tganman va podvodkani ham kiprikni ildiziga berib olib ustini qora ten bilan zakreplять qilamiz va ko'z tagiga ham обязательно bleskarimizdan yopishtirib olamiz va qoshlarimizga navbat. Qoshlarimizni dum qismidan boshlab oldiga qaratib tenda to'ldirib chiqamiz. Qoshlarimizni ham qoshlar tabiiy va o'shanda chiroyli bo'lib ko'rinadi. Lablarimizga ham yetib keldik. Manda Flormar pomadalari va blesklari ko'rib turganingizdek tabiiy va chiroyli ko'rinadi. Makiyajimiz tugadi. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman.